Lev Tolstoy inson nima bilan yashaydi asarida shunday deydi: shuni aslo unutmang, muhim bo'lgan yagona on bordir. U ham bo'lsa hozirdir. Chunki faqat unga so'zimiz o'tadi. Bu jumla ehtimol o'zimiz bilmagan holda doimo e'tiborsiz qoldiradigan eng qimmatli xazinamizga, ichida yashayotgan onimizga, ya'ni hozirga ishora qiladi. Bu on tinimsiz oqayotgan daryo kabi yangidir. U hech qachon qaytib kelmaydi. Hozirgi onni yashash o'tmishning og'ir yuklari ostida ezilish yoki kelajakning yorqin ammo yetib bo'lmas yulduzlariga tikilib adashish o'rniga oyoqlarimiz ostidagi zaminning qadriga yetish kabidir. Holbuki biz bu onning bizga taqdim etgan tuyg'ularini, ranglarini, tovushlarini, hidlarini va barcha kichik mo'jizalarini anglamasdan yashaymiz. Ongimizdagi bo'ron bilan shunchalik bandmizki, atrofimizdagi hayotning osuda go'zalligini yoki ichimizdagi sokinlikni qo'ldan boy beramiz. Hozirgi onni e'tiborsiz qoldirish aslida hayotning bizga bergan eng buyuk in'omini e'tiborsiz qoldirishdir.